Assalomu alaykum, Jahongir Tel kanalining aziz obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar. Yana bir bor ro'za ayyomlaring bilan muborak bo'lsin. Tabriklayman. Ro'za ayyomlaring bilan, hayit kunlari bilan aziz aka-ukalar, opa-singillar, bizlar bilasizlar, Sankt-Peterburg shahrida doimiy ravishda ish chiqarib boramiz. Shu jumladan bugungi yangi chiqarayotgan ishimiz zavodga 6 nafar aka-ukalarimizdan kerak. Yoshlari 40 yoshgacha bo'lishlari kerak hamda rus tilini mukammal darajada bilishlari kerak. Bunga ko'proq ruslarni ichida ishlash kerak bo'ladi. Shuning uchun bizga ma'lumot berishlari bo'yicha direktor faqat ruschani yaxshi biladigan odam kerak debdi. Lekin ishlari juda yaxshi, oson ish, oyliklari juda yaxshi. Oyliklari va ishlari haqida yozib bizga grafik tashlagan. Biz hozir qayerdaligini batafsil ma'lumotda aytib o'tamiz. Xo'p, Sankt-Peterburg shahrida Ladoga shaharchasiga 6 nafar aka-ukalarimizdan ish kerak. Albatta ular zavodda ishlashadi. Hozir nima ish qilishlarini aytib o'taman. Zavodda uxachiska, salfetka, bombaga va chiqarayotgan ishlari shunaqangi narsa ekan. Bu yerga 6 ta aka-ukalarimiz kerak. Bittalari albatta kara haydashlari kerak. Kara haydovchi tushunchasi bor odam bo'lsa, albatta kerak bo'lyapti. Kara haydaydilar, albatta o'zlari o'rgatadi mukammal darajada. Asosan yana aytib o'taman, rus tilini bilishlari shart va zarur. Oyliklari 100 ming. Sharoitlari yaxshi. Ish vaqtlari 8 dan 8 gacha. Yana yozganki bu yerda albatta 8 dan 8 gacha ish vaqtlarini yozgan, oyliklarini yozgan hamda shunday aytib o'tilganki 6 nafar asosan rus tilini bilishlari shart va zarur. Keyingi holatda asosan kvartira masalasi bo'yicha yordam berishadi kompaniya. O'zlari kvartira bilan ishga yaqin joyga joylashtiradi kvartiraga. Faqat kvartira platiti o'zingizdan. Ya'ni ishlovchining o'zidan bo'ladi. Har bir dokument, hamma narsasi faqat kompaniya sharoit qilib bera oladi. Dokumentga yordam berishi mumkin, faqat o'zining hisobidan, ya'ni o'sha ishlovchining o'zining hisobidan kvartira topib beradi. O'sha ya'ni ishlayotgan zavodga yaqinidan o'zingiz shu yerga borib kelib, kvartira platini o'zingiz qilasiz. Hamma sharoitlarni qilib bergan holatda, lekin pulni ya'ni ishlovchining o'zidan xizmat qilib oladi. 100 ming rubl chista oylik beriladi. Agarki shu ishga kimda kim qiziqsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Sankt-Peterburg shahrining o'zida tezlikda 6 nafar odam kerak. Abzatini rus tilini bilishlari shart va zarur. Aziz aka-ukalar, opa-singillar, bizda mana shunaqangi bugungi yangiliklarimiz, yangi videomiz mana shundan iborat edi. Sizlarga aytib o'tdik. Xudo xolasa bu ikkinchi videomizda bir batafsil kechagi Moskvadagi, ya'ni skalat haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Moskvaga ham ish kerak degandik. O ishni albatta hozir men yana bir marta tushuntirib o'taman. Shu bilan yangi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar, o'zlaringni asranglar.